Koreyaning brend mahsulotlaridan biri bu zubnoy pastasi. Zubnoy pastaning tarkibida ko'k choy ekstrakti bilan asalari propolisi bor. Mutlaqo bezarar. Tarkibida ftor yo'q. Bu zubnoy pastasi og'iz bo'shlig'idagi har xil hidlarni, ayniqsa nos chekuvchi, sigaret chekuvchilar bo'lsa yoki oddiy noxush hid bo'ladigan bo'lsa, hidlarni bartaraf qiladi, tishlarni oqartiradi, stomatitni davolaydi, og'iz bo'shlig'idagi har qanaqa kasalliklarni davolab beradi. Ayniqsa milk shamollash kasalliklarini oldini olib davolaydi. Bu pastamiz 200 grammlik bo'lib, yana buning kichkina ko'rinishda pastasi ham bor. Bunisi 50 grammlik. Bu zubnoy pastani yana mana shunaqa xili borki, ya'ni futyarli. Bu ayniqsa breket to'quvchi odamlarga juda ham qulay. Mana kichkinasi bor, ichida yo'rishigi bor. Ayniqsa o'sha breket orasini tozalash uchun mana shitinkasi juda ham zo'r. Kichkinagina shotkachasi bor. Keyin mana zubnoy shotkamiz. Ko'ryapsizmi, qanaqa qulay, juda ham chiroyli ko'rinishi. Juda ham mayin. Tishni emalini tirnab tashlamaydi. Juda ham zo'r qilib, даже qiyin tozalaydigan joylargacha tishlaringizni tozalab beradi. Buni ayniqsa yo'lga chiqadigan odamlarga, sayohatga boruvchilarga yoki uzoqqa boradigan odamlarga juda ham qulay. Sumkachangizga solasizda, ketaverasiz.